Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Futbol Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Eldor Shomurodov faqat Romada gol uradi, terma jamoada emas. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purari Eldor Shomurodovning mavsumning qizg'in pallasida klubdagi ishlari ham yurishib ketdi. A seriyaning 31-turida Roma Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashadigan asosiy raqobatchisi Juventusga qarshi to'qnash keldi. Rimliklar o'z muxlislari ko'z o'ngida yutqazib turgan bir paytda maydonga tushgan adiga 4 daqiqa bo'lgan Eldor Shomurodov gol urib, jamoani mag'lubiyatdan qutqardi va rimliklarga qit'aning eng nufuzli turniriga chiqish uchun kurashish imkoniyatini taqdim etdi. Ekspertlar o'zbek futbolchisining Italiyadagi faoliyatini tahlil qilib ajoyib ko'rsatkichga duch keldi. Sport Plus kanalimiz esa ushbu ma'lumotlarni O'zbekiston futbol ishqibozlari e'tiboriga havola qiladi. Eldor Romadagi muhim figura. Joriy mavsumning o'zida Roma 2 marotaba Eldor Shomurodovdan voz kechishga juda yaqin keldi. Yozgi transferlar mavsumning so'nggi kunlari A seriyada Romaning birinchi golini urgan o'zbekistonlik legioneri o'sha paytdagi bosh murabbiy Daniel De Rossi Rimda olib qoldi. Yanvarda esa Shomurodov Yevropa Chempionlar Ligasida Eintracht darvozasini ishg'ol qilgandan keyin Claudio Ranieri uning Valensiyaga transferini blokladi. Yaqindagina rimliklarga kerak bo'lmaydigan darajaga tushib qolgan Shomurodov Juventusga qarshi o'tkazilgan uchrashuvning qahramoni bo'ldi. Mavsumni hal qiluvchi bosqichda 29 yoshli markaziy hujumchi Romadagi mavqeini mustahkamlab bormoqda va samarali harakatlarni hamda aniq zarbalar sonini oshiryapti. Shomurodov kuchli uchlikda. Eldor Shomurodov Italiyaga kelgan davr 2020-2021 yilgi mavsumdan beri zaxirada maydonga tushib urgan gollar sonini 10 taga yetkazib oldi. Bu ko'rsatkich bo'yicha o'zbek futbolchisi kuchli uchlikda. So'nggi 5 yilda uchrashuvda maydonga tushib qo'yilgan charim top ustalaridan faqatgina Lautaro Martinez va Pedro Eldordan ko'p to'p kiritgan. Chempionatda peshqadam hisoblangan Inter yetakchisi hisoblangan argentinalik yulduz hisobida 16 ta va Shomurodov Romaga kelgan paytda Rimning ikkinchi klubi Lazioga o'tib ketgan ispaniyalik Pedro 11 ta zaxiradan tushib urilgan gollari bor. Shomurodov effekti. Eldor Shomurodovning maydonga tushishi jamoaning asosiy hujumchisi Artyom Dobikning samaradorligiga ijobiy ta'sir qilmoqda. O'zbek legionerisiz ukrainalik forvard maydonda yolg'izlanib qolmoqda va raqib himoyachilari ta'siridan chiqib keta olmayapti. Shu bois Claudio Ranieri mavsumning muhim yakuniy qismida har ikki markaziy hujumchini birgalikda boshlang'ich tarkibda maydonga tushirish masalasini o'ylab boshladi. Biroq 73 yoshli mutaxassis o'yin davomida ulardan birini almashtirishga to'g'ri kelsa, boshqa markaziy hujumchi yo'qligidan hayqirib turibdi. Shomurodov nima qilishni biladi. Roma bosh murabbiyi Claudio Ranieri aslida o'zbekistonlik legioner muntazam boshlang'ich tarkibda o'ynashga loyiq futbolchi ekanini alohida e'tirof etdi. Shunga qaramay 29 yoshli forvard ko'pincha zaxiradan o'yinga qo'shilishiga to'g'ri kelmoqda. Ranieri va boshqa mutaxassislarning ta'kidlashicha, Eldor maydonga qachon tushishidan qat'iy nazar o'yinga o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. U o'zining samarali harakatlari bilan natija berishga qodir. Romadagilar ham murakkab vaziyatlarda Shomurodov nimalardir qilishga chin dildan ishonadi. Eldorning o'zi esa chempionatning eng muhim yakuniy bosqichida bor mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorligini namoyish qilmoqda. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Eldor Shomurodovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Eldor" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizga ehtiyot qiling. Futbol Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.